Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Sotuvimizda sizlarga Kia Sorento avtomobilini qo'yib beramiz. 2023-yilda ishlab chiqarilgan 05 kadrda kelib yuribdi. Yumshoq balonlar qo'yilgan mashinamizga. 100% rodnoy kraskada, 360 gradus kamera, krugoy tonirovkalari, demak, beskulchoy dostuplari bor. Propan yaxshisidan, qimmatidan qo'yilgan pokoleniya. 33.000 kilometr yurgan, ichida hamma funksiyalari bor. Dum zo'r mashin, dum komfortli avtomobil. Orqalari ham keng, 5 mestalik varianti. Yana ishlarni qaranglar, hech narsa yurmayapti, 33.000 yuribdi. Panorama lyuk. Orqalari ham keng, bemalol narsalar sig'adi. Dum zo'r mashin. 2023-yil 33.000 kilometr yuribdi. Bahosini og'alar sizlarga 377 million so'm beramiz. Naqd pul bo'lsa ustunda yana kelishtirib bersak bo'ladi. Barter xizmatimiz bor. Naqd pul olsa yana 1 million, 2 million qaytib beramiz 377 million so'mdan. Qo'shko'pir avtomarketda sotuvda turadi. Hammaga shunday yaxshi mashinalarni nasib etsin deb qolamiz. Kanalimizga fikrlaringizni bildirib o'tasizlar kommentariyada. Mashinalarimiz haqida yaxshi mashinalarni nasib etsin. Hech qachon kasal bo'lmanglar. Musofirdagi og'alar, ukalar, hammangizni shu yerga yaxshi mashinalarni olishlaringizni, yaxshi pullarni ishlashlaringizni Xudo xolosa demak niyat qilib qolamiz. Hammangizni kutib qolamiz. Kelaverasizlar. Rahmat.